bular bilan birga qo'shimcha ravishda qorinchani razmeri katta bo'lib, hammasi bitta bo'libdi, bitta simptom paydo qilib qo'yapti, bitta belgini paydo qilib qo'yapti. Ya'ni ko'z tepaga ketib qolish. Bu судорожный готовность yengil belgisi. Emlashni olgandan keyin qanchadan keyin bo'ldi bu narsa? O'sha kuni oldik, yaxshi o'tdi. Ertasiga keyin shunaqa bo'lib qatishib qoldi. Tinch holatda bo'ldimi? Em yatuvdimi? Yig'layatuvdimi? Uxlab yotuvdi. Shunda keyin ing'illadi, keyin bunday qarasam, ko'zi shunaqa qotib qolib, keyin voy bola desam gapirmadi. Gapirmaydi o'zi. Gapiradimi? 9 oyli. Nima qildi? Keyin o'ziga keldi. O'ziga kelgandan keyin bola bo'shashib qolmadimi keyin? Umuman, qatib qoldi. Ko'zi qorachiqim Tepaga ketib qoldi. Emdimi shunda? Emizganingizda emdimi, emmadimi? Emadi. Qanchadan keyin emish boshlandi? Doktorga borganimdan keyin Keyin emdi. Isitma ham chiqqan yo'q. Tushunarli, bu судорога oldi holati hisoblanadi. Yaqqol судорога emas, lekin vaksinatsiyadan keyin yoki boshqa qanaqadir bolевой og'riqdan keyin har qanday bolachada bo'lib o'tishi mumkin bo'lgan narsa. 6 oylik KPKni oldilaring-da, yana qaysini oldingiz? 3 oylik qolib ketdi. Ha. Yuqori temperatura qildi, qilmadi? Isitma chiqildi, qilmadi? Lekin ma'lum miqdorda isitma chiqarish kerak. Jiddiy narsa yo'q, lekin haligi holat kecha e'tibor qaratib qo'yamiz ekan, xola. Bo'lib o'tgan bu narsalar desalaring, qorinchani razmeri normadan ko'ra kattaroq ekan. Standart bo'yicha 4,5 bo'lish kerak bo'lgan joyda 802, 9,5, 802 ko'z qorachiq. Ko'z qorachiq deganim yo'q. Qorin deyapti. Bosh miya, mana miyani ko'ndalang kesimi bo'lsa, mana yerda bunday qorincha degan narsa bor. Yon qorinchalar. Bu normal taraf. Mana devoridan bu devorgacha bo'lgan masofa 5 bo'lishi kerak edi, 5 mm. Hozir mana kattaroq. Ya'ni 8, 9 bo'lyapti, to'g'rimi? Endi qorincha razmeri qancha katta bo'lsa, ma'lum miqdorda qo'llanishga ta'sir qilib qoladi-da. Emlash bo'lmaganda kechagi narsangiz bo'lmasdi yoki qanaqadir qattiq bolевой ta'sir bo'lmaganda kechagi narsa bo'lmasdi. Qorinchani razmeri kattaligi hisobiga, emlash plus qo'shimcha bo'lgani hisobiga kechagi holatingiz bo'lib o'tgan. Bu faqat Sher Muhammadda emas, har qanday qorinchani razmeri katta bolalarda bo'ladi. Standart bo'yicha misol uchun 5, 6, maksimal 7 gacha bo'lsa ham normal hisoblayveramiz, lekin xalaqit qilmasa, kalsiy kam, gemoglobin kam, vitamin D3 kam, bular bilan birga qo'shimcha ravishda qorinchani razmeri katta bo'lib, hammasi bitta bo'libdi, bitta simptom paydo qilib qo'yapti, bitta belgini paydo qilib qo'yapti. Ya'ni ko'z tepaga ketib qolish. Bu судорожный готовность yengil belgisi. Yengil belgisi.